Deşimizden devam hürmetlik vatandaş bugün çislak 2022 yıl 6. ayının 29. günü. Şuna 6. ayının 15. günü Amerika Zapas Pul Komiteti üsüm aralığı yani 75-75%'den 100% gücü götürüp bir de 5%'den bir de 75%'den şaşılıp var. Bu ahval 1994 yıldan birki Zapas Pul Komiteti'nin en zor derecede üsüm östürüşü bulup hesaplandı. Zapas Pul Komiteti 7. ayda aldığımızdaki yani 50 noktadan 75 noktası üsüm östürmekçi bulup oturdu. 6. ayda kadar gösterdi, aldığımız 7. ayda yani üsüm östürdü dedi. Hem de karan tüvenge. Bu noktaları hergesel karmaslığımız lazım. Bu kıtım yine bir meydan pul muamele borayın çapkını yetip kelidi. Cungunun imarat şirketlerini misal qalayla. Amerika Zapas Pul Komiteti'nin üsüm östürüş imarat şirketlerinin dollar qarzının desmayı asaslarını köpeytiydi. Zapas Pul Komiteti'nin üsüm östürüşü imarat desmayı asaslarını köpeytiydi. Mesela bir güven imarat şirketinin endile qaytırışqa başlayan 475%'lik dollar qarzı. Bundan keyin yeniden dollar qarz aladigan bolsa, undaqda bunun üsümü 6%'ga işip bitidi. Şanыңızma vatandaşa meni düşünüşümçe mandaq. Hazır qaytırış tegishlik dollarning üsümü bir güven imarat şirketinin 475%. Mesela 475%. Dollar qarzı bundan keyin dollar qarz aladigan bolsa, undaqda bunun üsümü 6% görülür. Yani bir taraftan aytganda Amerika Zapas Pul Komiteti'nin üsüm östürüşü Cungo xalq puluga pahallashish besimi elib keladi. İmarat şirketleri tayyorlaydigan naqd pulning hammasi degidek xalq pulidir. Unda privatning xatiri zo'r darajada eshib ketadi. Morgan Stanley da bir do'stimizning aytib berishicha, deydi xabar yozuvchi, Zapas Pul Komitetining üsüm östürüşü chet el kapitalining beguyvan şirkati xaroblashdi deb qaraydiganligining natijasidir. Yoki shuni piltisidir. Chet el kapitalidan umid kutishda butunlay o'zgarib ketdi. Ish kapital yug'lashning portlashidan boshlanadi. Desmayisi 2 trilyon yuvellik Xenda şirketi kelsak. Xenda'nın şirket xo'jayini şirketga mablag' solg'uvchilar tarafidan qo'rishuv e'lingandan keyin 3 oy bardoshlik bera oladi. Davlat ichida qarz to'xtami xiloflik qilish do'linib ketgan ahvol ostida dollar qarz olishni to'xtami xiloflik qilish to'g'ri tushunishga bo'ladi. Kechiringlar, Rongchuan şirketi bunun o'xshamaydi. Bu qatimqi to'xtamga xiloflik qilish Rongchuan şirketi qurilish tarixidagi birinchi qatimli xiloflik qilish bo'lib qoldi. Birinchi qatim yana dollar qarziga xiloflik qildi. Do'stimiz shundoq dedi, deydi xabar yozuvchi. Haqiqiy parokandachilik mushu qatimqi o'lgulik voqeadan boshlandi. Boshda o'lgulik shirkatlarga pul tarqitish deydigan gap ketib ketdi-ku, shuning qartil. Ko'pchilik to'rt tarafdan krizisning ichida qolganligini his qilishdi. Aslida o'lgulik bo'lib kelayotgan imarat shirkatlari hamda olgan qarzni qaytara olmaydigan, to'xtamga xiloflik qiladigan shirkatlar bo'lib qoldi. Buralarda chet el kapitali Cungo imarat shirkatlariga ayrim muomala qiladi. Bo'lib bir güven Rongchuan qatorliq bir necha imarat shirkatlariga yo'l qo'yishdi, kengchilik qiladi. Lekin endi Rongchuan şirketidan boshlab chet el kapitali o'zining ko'z qarashlarini o'zgartirib o'tdi. Og'dirib o'tdi.
chet el şirketleri bunda xulosa chiqardi. Hozir Jungoda xususiy uy imorat şirketlerining ichida yaxshi o'quvchi qolmadi. Jungoda uy imorat şirketlerining ichida yaxshi o'quvchi qolmadi. Ya'ni ishonchli shirkat qolmadi. Davomini anglaysiz vatandosh.